Oyi, musulmon bo'lmasangiz Makkaga bora olmaysiz. Oyim esa "Voy" dedilar xolos. Shunda oyi, bu dunyoda mening onam ekanligingizdan baxtiyorman dedim. Ular men ham dedilar. Oyi, agar jannatda ham onam bo'lsangiz yaxshi bo'lardi dedim. Yig'lab yubordilar va ha, men ham dedilar. Lekin oyi, musulmon bo'lmasangiz jannatda mening onam bo'la olmaysiz dedim. Og'ir gap, to'g'rimi? Aytmasam bo'lmasdi. Shu bilan undagi o'zgarishlarni ko'rdim. Balki buddizm amallarini tark etganlardagi o'zgarishni ko'rdim. Avval to'g'ri deb bilgan ba'zi tushunchalarni tark qilgan edilar. Ba'zi urf-odatlarni tark qilgan edilar. Bir kuni Melburndan qaytgach, oyimga qo'ng'iroq qildim. Oyi, dekabr boshida Makkaga bormoqchiman. Men bilan birga Makkaga borasizmi yoki yo'qmi? Albatta boraman, bo'lmasam-chi. Lekin aytdim-ku sizga, oyi, musulmon bo'lmasangiz bora olmaysiz. Keyin oyim, "Ha, bo'pti-da. Nima demoqchisiz?" dedim. "Bo'pti. Unda musulmon bo'lamiz." Lekin o'z onamning shahodat keltirganlarini eshitib, haykaldek qotib turaverdim. Sheriklarim menga ishora qilmaguncha keyin oyimni bag'rimga bosdim. Oyimni quchoqlaganimda beixtiyor yig'lab yubordim. Chunki mana shu ayol meni dunyoga keltirgan, o'stirgan, endi esa u ham musulmon bo'ldi.